Ismat, nimaga kelding menikiga? Kecha katman olgandim. Keyin qaytarib. O'zing kelsang bo'ladi, kattani qizi nimaga olib kelding? Katman katta dedim shunga. Shunga beradi. O'tatiki. Hozir olib kelaman. Ismat aka, katmani buncha katta? Bunda borda, dadamning katmon ana shunday katta ekan. O'ziga ham katta. Ketmanni ahvoliga qarashi ham ketmanmi? Ketman degan bir Ismatni ketmandek katta bilmaydi bir mazza yer to'xtamay olinga. Ular menga o'zing xotiring ketmon kichkina deb izlashda ham olganda. Uylarda shu katmandan buncha chiroyli bu. Katmonim berib qo'ydim bakam o'yini o'tibdi. Keyin ana u ingliz tilida o'ylamoqsiz, otizakcha faqat 5 qo'yadi. Katmon ichida bakam, katmon. Men sizni tabriklayman. Sizni katmoningiz dunyodagi eng katta katmon sifatida Guinness rekordlar kitobiga kiritildi. Tushunabsizmi? Zo'r bo'ldi-da. O'zi bilgandim-man. Dadam katmoni ham Guinness rekordga kirgan. Bizga ham mana kiribdi, xursandman abdush. Singlim bitta narsaga hayronman-da. Muncha Ismat katmaniga yopishdingiz, nima zo'r shuni? Menikiga qarang, kichkinagina, choqligina maza qilib ishlatasiz. Menga ishlatib ko'ring. Yo'q, Ismat akani ketmani baribir yaxshi. Dadani men ustakasiz katmoningiz osilibdi. Hayotingiz shunaqa bakam. Yigitda katta katmoni bo'ladi, hamsayasi osiladi. Qiz baribir katta katmon tanlaydi. Shunaqa hayot.